Qizlarga hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan shunaqa musovый pirojniylarni razbor qilamiz и har bittasini kesib, orasini ko'rib, tatib ko'ramiz. Birinchi bo'lib shunaqa archa o'yinchog'imizni kesib ko'ramiz. Mana qaranglar, ustida zerkalniy glazur qilingan, ustidagi bezaklari mastikadan и tagida kokosovый strujkasi bor. Hozir sizlar bilan kesib ko'ramiz. Shunaqa yumshoq. Bu musovый pirojniyimiz. Tagida shokoladniy biskvit, ichida qora smorodinali konfet va ustida vanilniy muz. Qaranglar, juda ham sbalансированный mazasi, juda ham shirin emas. Hamma ta'mlari joyida, shirinliklari ham joyida, ko'rasizlarmi? Yumshoq. Bu уже почти 1 soat холодильниksiz turibdi. Mana bu qora smorodinali konfet juda ham mayin kislinka berar ekan. Başka hammasini o'zim yeb qo'ydim. Endi sizlarga bunisini ko'rsataman. Bunisi limonli, apelsinli pirojniy. Tagida vanilniy biskvit, ichida apelsinli konfet и ustida limonli muz. Тоже juda ham yumshoq. Shunaqa vkusi приятный. Kстати, bu pirojniylarni birinchi marta qilib ko'rganimizdan keyin men tatib ko'rdim, menga yoqmadi. Yoqmagandan keyin biz yana yangidan boshlab shuni yana oldik. Yangi retsepturadan yana prarabotkala qilib, hammasini joyiga qo'yib, yana retseptini chiqarib, zo'r retsept qilib endi sizlarga beryapmiz. Нежный, вкусный. Juda ham zo'r chiqdi. Endi shokoladniysini sizlar bilan tatib ko'ramiz. Buni ichida shokoladniy muz, shokoladniy va karamelli nachinkasi и ustida shokoladniy velur. Hammasi bosqichma-bosqich bizning kanalda ko'rsatilgan. Bemalol kirib, shularni ko'rib qilsanglar bo'ladi. Vau. Mana bu o'rtasini qaranglar. Bu karamelli shokolad deyiladi. Spetsialniy texnologiyasi bor. Xuddi shunaqa, ko'rasizlarmi? Tянучий, jvachkaga o'xshab chiqadi. Rosa zo'r bo'ladi. Tagida shokoladniy biskvit, orasida karamel bilan qilingan shokoladniy nachinkasi и ustida shokoladniy muz. Просто bomba. Shu karamelini tortlarni ichiga nachinka qilib solsa ham bo'ladi. Hamma berayotgan retseptlarimiz xuddi konstruktordek. Например, sal masallig'ini ko'proq qilib, tort ichiga soladigan bo'lsanglar, zo'r yana bitta nachinka bo'ladi. Просто нереально. Mana qaranglar. Shunaqa forma shishkalar qayerda sotilishini ham biz aytib beramiz. Kurator полностью hamma savollarga javob beradilar va tushunmagan joylaringlarni tushuntirib beradilar. Bunaqasini hali yeb ko'rmagansiz. Juda ham shirin. Yeb ko'rsanglar, maza qilasizlar. Shu hamma musovый pirojniylarni qilaman desanglar, bemalol kommentlarga qulupnay deb yozsanglar yoki direktimga qulupnay deb yozsanglar, hamma ma'lumot keladi. Kanalimga qo'shilib, hamma retseptlarni, video darslarni ko'rib, bemalol qilsanglar bo'ladi.